Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Siz bilan bugun qat-qat somsa va olat somsa tayyorlashni o'rganamiz birgalikda. Demak, buning uchun piyozni oldindan mayda qilib to'g'rab oldim. Go'shtni ham mayda qilib to'g'rab, bunga tuz bilan mayda ezilgan murch aralashtirib oldim va qo'y yog'i, chesnok, bolgarskiy pomidor. Endi birinchi qiladigan ishimiz Bismillahirrohmanirrohimda piyozni qo'limiz bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana shu ko'rinishda. Endi bunga maydalab to'g'ralgan go'shtimizni solib, go'shtimiz bilan piyozimiz yaxshilab aralashguncha. Mana hurmatli obunachilarimiz. Endi bunga soladigan narsam, bunga faqatgina chesnok. Chesnokni solaman va aralashtiraman. Mana bu uchalasi turadi. Mana e'tibor bering, 3 ta narsani solib yaxshilab aralashtiramiz. Piyoz ham, go'sht ham qanchalik mayda to'g'ralsa, somsamiz shunchalik chiroyli, ichi sochli bo'lib chiqadi. Mana obunachilarimiz, mana shu ko'rinishda bo'ldi. Endi bu qiymamizni 1 soatga muzlatishga qo'yib qo'yamiz. 1 soat vaqt davomida biz ungacha somsamizni xamirini tayyorlab olamiz. Mana obunachilarimiz, bankaga 700 gram, 1 litrli banka, bunga 700 gram suv solib oldim, oddiy suv. Endi bunga bitta choy qoshiqchada to'ldirib tuz solaman. Mana tuz solib oldim. Endi buni aralashtiraman. Bu namakop suv bo'ldi, hosil bo'ladi. Endi buni olib qo'yib, quruq tovoqqa unimni ilib olaman. Obunachilarimiz, unimizni ilib oldik. Endi qiladigan ishimiz, suvimizni oz-ozdan solib, bitta mana yarmini soldim. Xamir qovishni boshlaymiz. Xamirimiz qattiq xamir bo'lishi kerak. Mana ko'rib turganingizdek, mana bunday qattiq xamir qo'yib olamiz. Mana shunday qattiq xamirda ushlab oldik. Endi buni 10 minutga yuziga plyonka qo'yib tindirib turamiz va yana keyin ushlashda davom etamiz. Mana obunachilarimiz 10 minut o'tdi. Endi buni stol ustiga olib yaxshilab ushlaymiz. Qaytarib ushlaymiz xamirimizni. Mana shu holatda xamirimiz tekis silliq bo'lgunicha ushlab olamiz. Mana obunachilarimiz, mana shunday xamirimiz mana tayyor bo'ldi, silliq. Endi buni kichkina zuvolachalarga bo'lib olamiz. Mana obunachilarimiz, mana bu ko'rinishda xamirlarimizni kesib olamiz. Mana xamirlarimizni kesib taxlab oldik. Endi qiladigan ishimiz, kichkina qusoqchalarga bo'lib chiqamiz. Yarim soatga dam olishga jo'natamiz. Shunday qilib yopib, yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Mana obunachilarimiz, xamirimiz dam oldi. Endi qo'limiz bilan buni sal yoyib oldik. Endi o'qlov bilan naqs qilamizda uchalasini ham bir xilda yoyib olamiz va keyin yog'lay olamiz. Qilib ko'rinishda yoyib oldik. Endi bunga surtish uchun sari yog' bilan qo'y yog'idan foydalanaman men. Mana qo'y yog'ini eritib olganman. Hamma joyga bir xil qilib surtib olaman. Birinchi xamirimni yoyib oldim. Endi ustidan ikkinchi xamirimni qo'shaman. Xuddi shu ko'rinishda. Buni ham yog'lab olaman.
Mana obunachilarimiz ikkinchi xamirni yoyib oldik. Endi ustidan uchinchisini yoyaman. Xamirimiz qancha ko'p bo'lsa qavatlari shuncha qavatli bo'lib, chiroyli bo'lib chiqadi. Men 3 ta xamirni ustma-ust qilib o'radim. 3 qavat qilib xamirni o'rab oldim. Endi ingichka qilib buni mana shunday ko'rinishda tortib, ingichka qilib o'rab olaman. Mana obunachilarimiz, mana shu xamirimiz o'zi tayyor bo'ldi. Endi mana shu holatda buni yarim soat morozelkada saqlaymiz. Mana obunachilarimiz morozelkada saqlab oldik. Yog'lari ozroq qotdi. Endi buni bo'lakchalarga bo'lib chiqamiz. Qavatlari qavatli bo'lib chiqdi. Endi buni bir tomonini pastga qo'yib, ikkinchi tomoni bilan mana shunday qilib berkitamiz. Mana e'tibor bering, bir tomoni yopildi, bu tomoni mana bu holda bo'ldi. Qo'limizga olamiz. Mana shu holda. Mana obunachilarimiz qat-qat xamirimiz damini olib olguncha biz olat somsamizni xamirini naqs qilib yoyib olamiz. Yoyib oldik. Endi bitta qoshiqda farshini solib olamiz. Mana obunachilarimiz. Endi qiladigan ishimiz bolgarskidan solib chiqaman. Hammasiga bir xil qilib. Mana izidan qo'y yog'ini shunday o'rtasiga qo'yib olaman. Mana shu ko'rinishda qo'y yog'ini qo'yib oldim. Endi pomidorlarni mana shunday parra qilib kesilgan pomidorlarni eng ustidan qo'yib olaman. Hammasini ustidan parra qilib kesilgan pomidorlarni qo'yib olaman. Mana endi buni chiroyli qilib bo'kib olamiz. Bo'kishimiz demak, birinchi bu tomonini yopamiz, keyin bu tomonini yopamiz. Mana bu tomonini yopib, mana bu uchini ham ko'proq yopib olamiz. Mana somsachamiz. Mana obunachilarim, xuddi mana shu ko'rinishda bo'kib olamiz. Demak, ikki yonini tortib, mana shunday qilib bu uchini qaytarib va mana bu uchini ham qaytarib olamiz. Duxovkamni yarim patnisiga terib oldim. Bu tomoniga endi qat-qat somsamni bo'kib terib olaman. Zog'lachalarni demak, qat-qat tomonini ichiga qilib, mana bunday qilib o'rtasini qalinroq, girdilarini naqsroq qilib yoyib olaman. Mana shu ko'rinishda. Qilib aylantirib faqat girdini mana shu ko'rinishda yoyib olamiz. O'rtasi qalin, atroflar naqs bo'ladi. Larimizni yoyib oldik. Endi bunga xuddi shunday qilib tayyor nachinkamizni bitta qoshiq solib chiqamiz. Mana solib oldik. Bunga bolgarskiy bilan pomidor solmaymiz. Endi qiladigan ishimiz chiroyli qilib uchburchak ko'rinishida bo'kib olamiz. Xohlasangiz uchlari shunday turadi, xohlasangiz mana bunday ko'rinishda qo'ysangiz ham bo'laveradi. Mana obunachilarimiz ikki xil somsamizni bo'kib oldik. Endi qat-qat somsamizga bitta tuxumimizni cho'qib olamizda, sarig'i bilan aralashtirib, yuziga chiroyli qilib surib olamiz. Mana shu ko'rinishda tuxumni va tekisda surib olamiz. Olat somsalarimizni yuziga esa oddiy suv bilan yaxshilab yuzini suvlab namlab olamiz. Yuzi chiroyli bo'lib yarqirab chiqishi uchun. Bunga tuxum surtmaymiz.
endi yanada somsamiz chiroyli bo'lishi uchun men kunjutdan foydalanaman. Chiroyli chiqishi uchun o'rtasiga chiroyli qilib mana shunday qilib kunjutdan foydalanaman. Obunachilarimiz bitta piyolada oddiy suvdan yuzini yaxshilab suvlab olamiz bu samsamizni. Obunachilarim, samsamiz tayyor. Endi buni oldindan qizdirilgan 250 gradus duxovkada qizartirib pishirib olamiz. Mana obunachilarimiz, somsalarimiz chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Ularni qarsillashiga e'tibor bering. Manaki obunachilarimiz. Xamirni qarang qanchalik qarsildoq, mazali bo'lganini ko'ryapsizmi mana. Ichlarigacha ham mana juda ham mazali va sochli bo'lib pishib chiqdi. Albatta siz ham uyda tayyorlab ko'ring. Like va podpiskalarni ayamang.